Alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun biz Hayvonlar shahri ikkinchi filmini o'zbek tilida sifatli tarjima asosida tomosha qilamiz va miriqib tomosha qilib zavqlanamiz. Uning uchun bizga mana shunday kinolar olami nomlangan Kinolar izlaydi bot filmiga, ya'ni botiga taklif etilishimiz va u yerga start bosishimiz. Start bosganimizdan so'ng bir dona kanali bor. U ham bo'lsa eng so'nggi premyeralarni siz o'tkazib yubormasligingiz uchun tashlab turiladigan kanal. U yerda kuniga atiga bir dona premyerani tashlab yuboriladi xolos. Qolganini botdan qidirishingiz mumkin. Botga shunchaki multfilm deb yozishimiz mumkin. Misol uchun eng so'nggi multfilmda kerak bo'lsa, hammasini chiqazib beraveradi. Kayf qilib ko'rsanglar bo'ladi. Eng so'nggi premyeralarning hammasi mana shu botda mavjud. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Internetim biroz susroq, lekin hammasi cho'tki. Bot sizlarda super ishlaydi. Hamma premyeralar bor. Misol uchun Hayvonlar shahri 70-da turibdi ekan, birinchi va ikkinchi qismlarini tomosha qilishimiz mumkin ekan. Shunchaki suyavosti birinchi va ikkinchi qismlari. Hayvonlar ko'proq yer uchun hamma narsa. Ko'ryapsizlar, bemalol bomba bot. Shunchaki kodini kirishimiz ham mumkin ekan. 430 shuna kiritsa, Pramoy Hayvonlar shahri ikkinchisini multfilmini premyerasiga olib kirib beryapti. Sifatli va toza. Undan tashqari boshqa premyeralar hammasi, misol uchun Hayvonlar shahri deb yozsak ham o'zi mana shahri deb yozsak, o'zi mana qidiruvlar natijasida sahifalar chiqazib beryapti. Ikkinchi qismigacha xohlagan filmlarni topishingiz mumkin. Hind kinolari misol uchun bor. Qator chiqazib beryapti. G'olib, savdogar, ming bir kecha ertaklari, Sulton, Buxola, Bahubali, Disco, Mening Amar Akbar, Kechikkan qasos, Akira, Taxuya, mana Pushpa, Sinmas, Ucharjat, Men borman-ku, Bindixona, Bechoralar, Men yana qaytdim, yoxud Chivinning qasosi, So'nggi haqiqat, Egizaklar, Omadsizlar, hammasi do'stlar bomba bot. Bunda hamma filmlarni topishingiz mumkin, hamma multfilmlarni ham topishingiz mumkin. Naruto, menimcha animelar bo'lishi kerak bu. Animelarni chiqazib beryapti, hatto animelar. Agar topa olmasanglar, birorta kino zakaz tugmasi turibdi, u yerdan bemalol topishingiz mumkin. Seriallar ham bor. Misol uchun seriallar nomini topdim. Misol uchun nima edi? Maktabdan keyingi majburiyatlarmidi? Da mana ko'rishingiz mumkin, hammasi chiqazib beryapti. Koreys filmlar, seriallar hammasi bor. Shunchaki bomba bot bu. Eng so'nggi premyeralarni hammasi o'zbek tilida tezda tashladi. O'zbek tilida chiqdimi, sifatiga qaraldimi, tamom. Botga joylanadi. Sifat nazorat hech qanaqa rus tilida emas. Qolganlar hammasi rus tilida tashiydi. Erta kunda sifatli tarjimasini shunchaki treyler joyini oladi-da, mana o'zbek tilida senga tomosha qil deydi. Aslan nima qilib yurasizlar? Lataga o'xshab o'shanga obuna bo'lasiz, Daxo'ya kanaliga kirib chiqasizlar. U kanaldan keyin sotib olishadi. Barib turmaysiz. U kanalda barib premyeralar tashalmaydi. Shunchaki odamni ko'paytiriladi. Bitta filmda 5-6 mingta obunachini shunday yig'adi-da, 120 ming, 150 ming kanal sotib oladi. Nima kerak bo'lsa o'sha kanalga obuna bo'lishinglar. Bekor qimor kanallarga obuna bo'lib qolasizlar, majburiy kanallar orqali pul ko'paytiramiz. Ishonmanglar, soxta narsalarga ketib qolaverasizlar. Bitta filmni ko'rish uchun. U film ham kech chiqadi baribir. Kech chiqishi sabab ular pulini sotib, mana yerda kayfini qilib, popkorn oladi, mashina yeb o'tiraveradi. Bitta filmni topib, sizlar bo'lsa premyera qachon chiqargan deb yozib yotasizlar, botga qidirasizlar, chiqmaydi, qiynaydi. Uni kiritasizlar, bu kodni kiritasizlar, hammasi ruscha, inglizcha. Yana nima deydi, kirganlardagi o'zingizga yoqqan sifatni tanlab ko'raveringlar. Sifat rus tilida yoki ingliz tilida turibdi. Bizga o'zbek tilida kerak. Shuning uchun biz o'zbek tilidagi filmlarni tomosha qilishimiz kerak. Bu bot desa faqatgina o'zbek tilida tarjima qilingan sifatli 18+ reklamalarsiz va hech qanaqa 18+ degan narsalarsiz, kinolarsiz bo'ladi. Hammasi zo'r, cho'tki filmlar. Shunchaki kirasizlar, obuna bo'lasizlar, tomosha qilasizlar, bo'ldi. Bu botda chiqib ketmasanglar ham bo'ladi. Chunki eng so'nggi premyeralar hammasi birinchi o'rinda mana shu yerda chiqadi. Hammadan birinchi chiqadi premyerasi. Hech qanaqa soxta ketmaydi. Istagan filmlarni topishingiz mumkin. Shunchaki qidirsanglar bo'ldi. Aytayaptiki mana, start bossanglar, sizga kerakli kino nomini, serial nomini, anime, multfilm, film, xullas hamma narsaning nomini yozsanglar, promot chiqib kelaveradi. Qidiruv natijasida promot chiqazib beradi sahifalar bo'ylab. Xohlagan tanlab ko'raverasizlar. Hammasi o'zbek tilida bo'ladi. Miriqib, maza qilib tomosha qilsanglar bo'ladi. Soxtalarga ishonib o'tirmanglar. Hammasi soxta bo'lgani uchun ham soxta. Lekin bu yerda hamma filmlar topasizlar. Merlin anime pili hamma narsa. Xullas, haligi eski filmlarni ham, yangi filmlarni ham, premyeralarni ham, jahon kinolarini ham, o'zbek kinolarini ham, hamma filmlar mana shu yerda mujassam. Lekin kontentda miyani buzuvchi yoki boshqa narsa odamlarning yoshiga monand narsa chiqadigan bo'lsa, albatta eslatma qilinadi va bu film ko'rmasligingiz ham tavsiya etiladi ko'pincha. Shuning uchun bu yerda eng so'nggi premyeralar faqat shu yerda bemalol kirib tomosha qilishingiz mumkin.
Hammasi o'zbek tilida. 100% gapirman men. Hamma filmlarni mana shu yerdan topasizlar. Kino zakaz orqali topilmagan filmlarni topishingiz mumkin. Buyurtma bersanglar 12 soat ichida uzog'ida topib beriladi. Buyurtma qabul qilinadi. Buyurtma ustidan hech qanaqa pul olinmaydi. Kino zakaz orqali zakaz berishingiz mumkin. Masalan uchun istalgan filmingizni toping. 12 soat ichida yoziladi deyapti. Misol uchun bu yerda hech qanaqa kino hozir men qidirmoqchi bo'lgan kino ham yo'q. Shuning uchun o'zingizlar zakaz berib yuborsanglar bo'ladi. Misol uchun Zulfar Oltoy o'zi kelgan narsa mana buyurtma qabul qilindi 12 soat ichida sizga xabarini ham berasiz razi. 12 soat ichida deganim, masalan uchun siz kino zakaz yuborasiz, 1 daqiqa, 2 daqiqa, 3 daqiqa, 10 daqiqa, 30, 40, qaysidir daqiqa ichida sizga sraz xabar keladi. Bot avtomatik yuboradi. O'sha kinoni topib beradi, siz bemalol qilib o'zbek tilida sifatli tarjima asosida ko'rishingiz mumkin bo'ladi, agar tarjima qilinmagan film bo'lsa. Lekin qilingan bo'lsa, albatta o'sha tarjimasi bilan ko'rasiz. Hamma filmlar 100% mavjud. Mirqib tomosha qilishingiz mumkin. Kinolar izlaydi bot. U bilan yanada maroqli tomosha, maroqli kayfiyat. Omon